Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi obunachilar. Biz Toshkent viloyatidamiz. Ko'rib turgan obyektlar tom qismini xudo xolasa ustakalarimiz bitirdi. Bu tom haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, konteynerni 230 lik lagasi shivellardan ishlangan. Xudo xolasa firmani oralig'i ko'rishingiz mumkin. Firmani oraliqlari 1,5 metrdan qo'yilgan. Quruq nastil qoltirish uchun rekalar orasi 40 santiga qo'yilgan. Siz bizni xizmatimizni tanlaydigan bo'lsangiz, sizga nima qulayliklar keltiradi desangiz, birinchidan usta haqida o'ylanmaysiz. Materialga, bozorga borishga o'ylanmaysiz. Bizni telefon qilib chaqirasiz, pulini sanaysiz, pulni qabul qilib olasiz. Kanalda mehmonlar obuna bo'lishdan chiqmasin, bizni kuzatib boring. Bizda eng yaxshisi. E'tibor uchun rahmat. Nomerlar qo'yganmiz. Bu videoni shu zdaniya qurmoqchi, zdaniya qurib yuradigan do'stlar jo'natib qo'yinglar. E'tibor uchun rahmat.